Ay, nima qilyapsiz? Ay, shunaqa ham tez haydadimi? Aka, hech narsa qilmadimi? Hech narsa qilmadimi? Odamni urib ketyapsiz, hech narsa qilmadimi? Bo'ldi, hal qilamiz aka, aytgan narsangizni olib beraman. Olib berasiz-da. Agarda siz xuddi shunday toifadagi shaxsga zarar yetkazadigan bo'lsangiz, uning xohlagan summasini to'lab berishingiz va xohlagan ishini qilib berishingiz kerak degani emas. Demak do'stlar, diqqat qilamiz, tushuntiraman. Agarda siz xuddi shunday toifadagi shaxsga ehtiyojsizlik oqibatida mashinada yoki boshqa usul bilan zarar yetkazib qo'yadigan bo'lsangiz, uning xohlagan summasini to'lab berishingiz va aytgan ishini qilishingiz kerak degani emas. Buning uchun siz birinchi navbatda ushbu shaxs bilan kelishishga, yarashishga harakat qiling. Agarda kelishuvga, yarashuvga erishilmasa, siz bu masalani hal qilishni sudga havola qiling va sud tomonidan belgilangan zararni qoplab bersangiz, shuni o'zi kifoya. Demak do'stlar, o'z huquqlaringizni biling. Agarda sizga fuqarolik, iqtisodiy, ma'muriy, jinoyat va boshqa masalalar advokatlik xizmatlari kerak bo'lsa, bizga murojaat qiling.